Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda dahshatli hujum. Rossiya Ukrainaning butun bir shahrini yakson qildi. Netanyahu Trampning Turkiyaga F-35 qiruvchilarini sotishini eshitib jazavaga tushmoqda. Rossiya Ukraina chegarasida bufer zona qurilishini davom ettiradi. Zaluzhny urushda Rossiya mag'lub bo'lyapti deb o'ylamaslikka chaqirdi. Yaqinlaringizni xursand qilishni xohlaysizmi? Sizga kutilmagan qo'ng'iroq xizmatimizni taklif qilamiz. Ota-onangiz, do'stlaringiz va barcha yaqinlaringizga sizning nomingizdan eng samimiy va eng ezgu tilaklarni unutilmas tarzda yetkazib beramiz. Tug'ilgan kun, bayram tabriklari, uzrnomalar va shu kabi barcha xizmatlar bizda mavjud. Chet davlatda yurgan yaqin insonlaringizga ham tabriklar yo'llab beramiz. YouTube'dagi kutilmagan qo'ng'iroq kanalimizda bizning xizmatlarimiz bilan tanishib chiqishingiz mumkin. Ushbu telefon raqamlariga qo'ng'iroq qiling va hoziroq tabriklarga buyurtma bering. Dahshatli hujum. Rossiya Ukrainaning butun bir shahrini yakson qildi. Rossiya Kiyev viloyatining Vishnyovoy shahriga zarba berdi. Hujum oqibatida kuchli portlashlar va yong'inlar yuz berib, insonlar halok bo'ldi hamda ko'plab fuqarolar jarohat oldi. Rossiya manbalariga ko'ra, shaharda joylashgan o'q-dori ombori yo'q qilingan. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi matbuot kotibi Dmitriy Lixovoyning ma'lum qilishicha, portlashlar sodir bo'lgan obyekt Ukraina qurolli kuchlari tasarrufiga kirmaydi. Uning ta'kidlashicha, Ukraina armiyasi bosh qo'mondonining amaldagi buyrug'iga ko'ra, o'q-dorilar omborlari va shunga o'xshash harbiy obyektlarni turar joylar hamda tinch aholi yashaydigan hududlar yaqinida joylashtirish qat'iyan taqiqlangan. Lixovoy Rossiya hujumi oqibatida jabr ko'rgan tinch aholiga hamdardlik bildirib, halok bo'lganlar oilalariga ta'ziya izhor qildi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Rossiya zarbasi qurbonlari soni 9 nafarga yetgan. Ulardan biri og'ir jarohatlar tufayli shifoxonada vafot etgan. Yana 29 nafar kishi jarohat olgan. Ulardan 18 nafari hozir shifoxonada davolanmoqda. Hujum oqibatida shahardagi 5 ta ko'cha jiddiy zarar ko'rgan. Jami 280 ga yaqin turar joy shikastlangan. Jumladan 253 ta xususiy uy, 27 ta ko'p qavatli turar joy. Bundan tashqari 20 dan ortiq savdo, ombor, ma'muriy va ishlab chiqarish binolari ham zararlangan. Ko'p qavatli uylarda 1692 ta oyna singani qayd etilgan. Shuningdek, mulki zarar ko'rgan tadbirkorlardan 65 ta murojaat kelib tushgan. Mahalliy hokimiyat ma'lum qilishicha, uydan ayrilgan aholi uchun vaqtinchalik yashash joylari tashkil etilgan. Shuningdek, hududda kommunal xizmatlar, qutqaruvchilar, gaz xizmati mutaxassislari va ko'ngillilar ishtirokida avariya qutqaruv hamda tiklash ishlari davom etmoqda. Mahalliy hokimiyatning ta'kidlashicha, asosiy vazifa jabrlangan har bir oilaga tezkor yordam ko'rsatish, ularni turar joy bilan ta'minlash va zarar ko'rgan infratuzilmani qisqa muddatda tiklashdan iborat. Netanyahu Trampning Turkiyaga F-35 qiruvchilarini sotishini eshitib jazavaga tushmoqda. AQSh prezidenti Donald Trump Turkiyaga F-35 ko'rinmas qiruvchi samolyotlarini sotish imkoniyatlarini ko'rib chiqayotganini aytdi. Mazkur bayonotdan bir necha soat o'tib, Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu bunga qarshiligini bildirdi. Bu haqda u CNN telekanaliga bergan intervyusida ma'lum qildi. Netanyahu AQShning eng zamonaviy qiruvchi samolyotlarini sotish Turkiyani Qo'shma Shtatlari uchun do'stona davlatga aylantirmasligini ta'kidladi. U Anqarani AQSh nafratlanadigan musulmon birodarlar tomonidan zararlangan rejim deb atadi. U AQShning namunali ittifoqchisi emas. U mening mamlakatimni, yagona yahudiy davlatini yo'q qilish bilan tahdid qilmoqda. Bu tinchlik va barqarorlikni ta'minlovchi kuch emas. Ularga bu qudratni bersangiz ortidan tajovuzni ko'rasiz, dedi Isroil bosh vaziri. Netanyahuning aytishicha, u Trampni Turkiyaga samolyot sotmaslikka chaqirgan va bu yaqin sharqdagi kuchlar muvozanatini buzishini aytgan. Ma'lumot o'rnida Turkiya Rossiyadan havo mudofaa tizimlarini sotib olgach, AQSh 2019-yilda Anqarani F-35 dasturidan chiqarib tashlagan edi. Washington buni Rossiyaning S-400 radarlari Amerikaning ko'rinmas qiruvchi samolyotlariga oid maxfiy ma'lumotlarni qo'lga kiritish xavfi bilan izohlagan. Rossiya Ukraina chegarasida bufer zona qurilishini davom ettiradi. Rossiya armiyasi Ukraina bilan chegarada xavfsizlik zonasini yaratish ustida ishlamoqda. Bu haqda prezident matbuot kotibi Dmitriy Peskov jurnalistlarga ma'lum qildi. Qurolli kuchlarimiz xavfsizlik zonasi yoki bufer zona yaratish bo'yicha ishlarni davom ettirmoqda.
Bu ishlar yana davom etadi, dedi Peskov diplomatik kelishuv istiqbollari va harbiy operatsiya maqsadlariga erishish haqidagi savolga javob berar ekan. Peskov Vesti jurnalistiga bufer zona yaratilishi haqida gapirar ekan. Bunga Kiyev rejimining tajovuzkor tabiati sabab bo'lganini ham aytib o'tdi. Rossiya prezidenti matbuot kotibining so'zlariga ko'ra, ushbu zona tizimli ravishda tashkil etilmoqda. 2025-yilning dekabr oyi oxirida Vladimir Putin Rossiya-Ukraina chegarasi bo'ylab xavfsizlik zonasini kengaytirish ishlarini 2026-yilda ham davom ettirishni taklif qilgan va bu vazifaning muhimligini alohida ta'kidlaganda, Rossiya rahbari Ukrainada sanitar zona yaratish g'oyasini ilk bor 2023-yilning yozida taklif qilgan. Xavfsizlik zonasi bosqichma-bosqich yaratilmoqda, ammo bu Ukraina bilan chegaradagi yondosh hududlarda tashkil etilmoqda. Chegara hududlarimizga bo'lgan tahdidni butunlay yo'qotmagunimizcha buni davom ettiramiz, degan edi Putin aprel oyida. Ukraina armiyasi sobiq bosh qo'mondoni Valeriy Zaluzhniy urushda Rossiya mag'lub bo'lyapti deb o'ylamaslikka chaqirdi. U bu haqda Telegraf gazetasidagi maqolasida ma'lum qildi va buning sababini tushuntirdi. Zaluzhniy hozirda Ukrainaning Buyuk Britaniyadagi elchisi sifatida faoliyat yuritib kelmoqda. U yaqinda Ukraina prezidentligiga nomzodini qo'yish niyatida ekanini ma'lum qilgandi. Zaluzhniy g'arb tahlilchilari orasida Rossiya urushda amalda mag'lub bo'lgani haqidagi fikrlar ko'payotganini aytdi. Ammo bu noto'g'ri talqin ekanini ta'kidladi. Ular Ukrainaning logistika obyektlariga bergan muvaffaqiyatli zarbalari, infratuzilmaga hujumlari va Rossiyaning harbiy pozitsiyalari zaiflashayotganini urush yakuniga yaqinlashayotganning isboti sifatida ko'rsatmoqda. Bu urushni noto'g'ri talqin qilishdir. Bu keng qamrovli strategik manzarani emas, balki voqealarni jang maydonidagi individual muvaffaqiyatlar nuqtai nazaridan talqin qilish tendensiyasini aks ettiradi, dedi Ukraina armiyasi sobiq bosh qo'mondoni. U zamonaviy urushlarda kichik, vaqtinchalik g'alabalar oldingidek katta rol o'ynamasligini aytdi. Chunki turli harbiy texnologiyalar vaziyatga ta'sir qilayotganini bildirdi. Dron texnologiyasi, aniq zarba berish imkoniyati va kuzatuv sohasidagi yutuqlar jang maydonidagi vaziyatni o'zgartirib, har ikki tomon uchun hal qiluvchi yutuqlarga erishishni favqulodda qiyinlashtirdi. Bu tezkor manyovrlar urushi emas, bu holdan toydirish urushi, dedi Zaluzhniy. U har bir taktik yutuq endi favqulodda qimmatga tushishini aytdi. Sobiq bosh qo'mondon pozitsiyalarini egallash mumkinligi, ammo ularni ushlab turish, mustahkamlash va yaradorlarni evakuatsiya qilish dronlarning doimiy nazorati ostida tobora qiyinlashayotganini ta'kidladi. Jang maydonidagi muvaffaqiyat millarda emas, balki metrlarda o'lchanadi va ko'pincha uning strategik qiymatiga deyarli aloqasi bo'lmagan narxda baholanadi. Frontdan tashqarida ham xuddi shunday. Ukrainaning Rossiya logistikasi va muhim infratuzilmasiga qarshi samarali zarbalari Moskvaga real xarajatlarni yukladi. Ammo bu hujumlar qimmat, texnologik jihatdan murakkab va oxir-oqibat har ikki tomon uchun ta'sirga ega. Rossiya teng yoki kattaroq kuch bilan zarba berish imkoniyatiga ega. Hech bir tomon urushning bu shakli hal qiluvchi strategik natija ekaniga tayona olmaydi, dedi u. Shu bilan birga Zaluzhniy Rossiya Ukrainani butunlay bosib olish uchun harbiy qudratga ega emasligini aytdi. U Ukrainada ham bosib olingan hududlarni faqat kuch bilan ozod qilish imkoniyati yo'qligini ta'kidladi. Agar bu Kreml urushda dastlabki siyosiy maqsadlariga erishmagani bilan o'lchansa, unda erisha olmagani aniq. Ammo mag'lubiyat faqat boshlang'ich maqsadlarga erisha olmaslik bilan belgilanmaydi. Rossiya urushni davom ettirmoqda. Ukrainaning salmoqli hududini egallab turibdi va urushni mag'lubiyatni tan olishga teng shartlar bilan tugatish niyatida emas. Ukraina ham hozircha mutlaq g'alabani da'vo qila olmaydi, deya tushuntirdi Ukrainaning Britaniyadagi elchisi.